Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 5-beletimiz. Birinchi savol: qaysi transport vositalariga ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, ushbu holatda qo'shimcha tarmoq qizil bilan yonyapti. To'g'riga harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, bu holatda ruxsat etadi tramvayga va avtomobil haydovchisiga. Mototsikl haydovchisi esa asosiy yashil yonishini kutadi. Keyingi savol: avtomobillarga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Shu holatda tasmalar soni bir yo'nalishda 3 va undan ortiq bo'lsa, chetki chap tasmadan yuk avtomobillariga to'g'riga harakatlanish taqiqlanadi deyilgan qoidada. Shuning uchun yuk avtomobiliga to'g'riga harakat mumkin emas. Unga chapga va qayrilib olish mumkin. Avtomobilga esa faqat to'g'riga ruxsat etiladi. Demak, qizil avtomobilga to'g'riga, ko'k avtomobilga to'g'riga va chapga. F1 javob noto'g'ri. F2 qizil va ko'k avtomobilga to'g'riga. Bu ham noto'g'ri javob. F3 qizil avtomobilga to'g'riga, ko'k avtomobil chapga va qayrilib olishga. Demak, F3 javobimiz to'g'ri. Ushbu holatda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Bu yerda e'tibor bersak, bir sidirg'a chiziq bor, uni kesib o'tish taqiqlanadi. Shuning uchun ham quvib o'tish mumkin emas. Ushbu svetofor qaysi harakatlanishni tartibga solish uchun qo'llaniladi? Demak, bu svetoforimiz qatnov qismidagi harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomoniga o'zgaradigan tasmalar bo'yicha. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Demak, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorraha. Bu yerda tramvay va qizil avtomobil haydovchisi asosiy yo'lda kelishgan. Yashil bilan ko'k avtomobil esa ikkinchi darajali yo'lda. Endi bir yo'nalishda relsli va relsiz transport vositasi kesishadigan bo'lsa, birinchi bo'lib relsli transport vositasi harakatlanadi. Shuning uchun birinchi bo'lib tramvay harakatlanadi, ikkinchi qizil avtomobil, uchinchi bo'lib yashil va oxiri ko'k avtomobil harakatlanadi. Demak, tramvay, qizil, yashil, ko'k. F3 javobimiz to'g'ri. Ko'rsatilgan avtotsisternalardan qaysi biri burilishda ag'darilib ketish xavfi kamroq, turg'uroq? Ya'ni suyuqlik bilan to'liq to'ldirilgani. Yettinchi savol: shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazn 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakat qilishga ruxsat etiladi? Ya'ni 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobillari nazarda tutilyapti bu yerda. Demak, bu ko'k fon bilan belgilangan hududda ushbu transport vositalari eng yuqori tezligi soatiga 100 km tezlikgacha ruxsat etiladi. To'xtagan transport vositasi bilan yotiq sidirg'a chiziq orasidagi masofa qancha bo'lganida to'xtash taqiqlanadi? Demak, F5imiz javob 2,5 metr deyapti. Bu yerda eng kamida 3 metr bo'lishi kerak. 3 metr va undan ko'proq masofa bo'lsa, to'xtasa bo'laveradi. Lekin 3 metrdan kammi, to'xtash taqiqlanadi. Harakat tezligi 2 marta oshganda tormozlanish yo'li necha marta ortadi? 4 marta ortadi. Bir tirkamali avtopoyezdning qanday eng katta uzunligida davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati ruxsatisiz harakatlanishga yo'l qo'yiladi? Ya'ni 20 metr. Qizil avtomobilning haydovchisi miltillovchi chiroq, mayoqchali va maxsus tovushli ishora yoqilgan transport vositasi yaqinlashib kelayotganda nima qilishi kerak? Demak, ushbu holatda uni to'siqsiz, xavfsiz o'tib ketishligi uchun yo'l berishi kerak. Mazkur belgi bilan belgilangan hududda qanday cheklovlar o'rnatilgan? Bu turar joy dahasi. Bu joyda transport vositalarini boshqarishni o'rgatish mumkin emas, taqiqlanadi. Qaysi belgi teng ahamiyatli yo'llar kesish chorrahasiga yaqinlashib kelayotganlik haqida ogohlantiradi? Demak, bu yerda 5-belgimiz teng ahamiyatli chorraha.
Svetoforning taqiqlovchi ishorasida va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilishi kerak? To'xtash chizig'i oldida, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi oldida, agar ular yo'q bo'lsa, shlagbaumgacha 5 metrdan yaqin bo'lmagan masofada to'xtashi kerak. Chorahadan ikkinchi bo'lib kim o'tadi? Demak, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ko'k avtomobil asosiy yo'ldan kelgan. Demak, ko'k avtomobil birinchi bo'lib harakatlanadi, ikkinchi bo'lib tramvay haydovchisi harakatlanadi. Keyingi savol: qanday hollarda haydovchisi bo'lmagan transport vositalarini shatakka olish mumkin? Demak, to'g'ri javobimiz qattiq ulayishda tuzilishi shatakka olingan transport vositalarini shatakka olgan transport vositalarining izidan harakatlanishni ta'minlaganda. Bu yerda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi, chunki bir chiziqni kesib o'tish mumkin emas va ko'rinish cheklangan. Demak, quvib o'tish taqiqlanadi. Qaysi ishoralar ogohlantiruvchi hisoblanadi? Burilishni ko'rsatadigan miltillovchi chiroq yoki qo'l bilan beriladigan ishoralar, tovushli ishoralar, fara chiroqlarni yoqib o'chirilishi va kunduzgi vaqtda yaqinni yorituvchi fara chirog'ining yoqilishi. Sanab o'tilgan barcha ishoralar bu ogohlantiruvchi ishoralar hisoblanadi. Boshqarishni o'rgatishdagi transport vositasi qanday jihozlangan bo'lishi kerak? Qoidalarning talablariga asosan taniqli belgilari bilan. To'g'ri javob F2. Ulagich ssepleniya va ishchi tormozining qo'shimcha tepkilari bilan. O'rgatuvchi uchun orqani ko'rsatuvchi ko'zgu bilan. Demak, sanab o'tilgan barcha jihozlar va belgilar bilan. Sanab o'tilgan holatlarning qaysilarida transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Pnevmatik tormoz yuritmasining manometri ishlamaydi. F1 javob to'g'ri. Mototsiklning boshqaruv dempferi nosoz. F3. M1 toifasidagi transport vositasining rul boshqarmasi lyuft yig'indisi 10 gradusdan ortiq. Demak, bu yerda sanab o'tilgan barcha hollarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Endi F1 da pnevmatik tormoz yuritmaning manometri ishlamaydi. Ya'ni pnevmatik bu havoli foydalaniladigan o'sha tormoz tizimi havoli bo'ladi. Ya'ni manometr haydovchining salonida o'sha havo bosimini, tormoz tizimidagi havo bosimini bildirib turadigan o'sha manometr datchik, ya'ni nosoz bo'lsa foydalanish mumkin emas. Mototsiklning boshqaruv dempferi deyapti. Boshqaruv dempferi bu o'sha mototsikllarda notekisliklarda tebranish so'ndiruvchi moslama bor. O'sha nosoz deyapti. Demak, F2 javobimiz ham to'g'ri. M1 toifasida bu M1 toifadagi transport vositalari o'rindiqlar soni haydovchidan tashqari 8 tadan kam bo'lgan yo'lovchi tashish uchun moslangan, ya'ni yengil avtomobillar. Bularni o'sha lyuft yig'indisi 10 gradusdan ortiq bo'lsa foydalanish mumkin emas, chunki 10 gradusgacha ruxsat etadi, lekin undan ortiq bo'lsa mumkin emas. Demak, sanab o'tilgan barcha hollarda foydalanish mumkin emas.